Og'izda eriydigan chakchakka hamma sirlari bilan o'rgataman. Mani yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib oling. Idishga 5 ta tuxum chaqib olib, 1 chindim tuz solib, yaxshilab ko'pirtiramiz. Choy qoshiq ichida soda solamiz. Un solib, o'rtacha qattiqlikda xamir qorib olamiz. Xamirni 20 daqiqaga tindirib, har 20 daqiqada mushlab qo'yamiz. Bu holatda 3-4 marta qaytarish kerak. Endi tingan xamirni mantiga yoygandek qilib yoyib olamiz. Yarmiga eritilgan margarin surib olib, margarin qotgandan keyin qolgan yarmini ustiga yopib olamiz. 4 barmog'imiz kengligida kesib olib, shu lentachani 1 barmoq kengligida kesib olamiz. Sochiq ustiga taxlab, ikki tarafini qotirib olamiz. Qiyom qilib olamiz. 2 stakan shakar, 1 stakan suv. Aralashtirib, 1 parra limon solamiz. Tayyor bo'lganini bilib olamiz. Muzdek suvga solsak, shu holatga kelgan bo'lishi kerak. Endi asal solib, gaz pechidan olib qo'yamiz. O'rtacha olovda xamirlarimizni 5-6 tadan solib pishirib olamiz. Pishgan chakchaklarimiz o'sha shunaqa dumaloq bo'lib chiqadi. Endi idishga ozginadan suv olib, qiyom quyib aralashtirib olamiz. Endi lochira yoki o'zingizga yoqqan idishga chiroyli qilib terib olamiz. Endi boriga baraka deb hayitga kelgan mehmoningizni kutib olsangiz bo'ladi.